Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Vodiy House va Vodiy Chorva kanalining hurmatli obunachilari va YouTube kuzatuvchilari. Andijon qora jo'jalarining ishqibozlari va bizni ashaddiy obunachilarimiz. Xudo xolasa Andijon qora jo'jalarini 2,5 oylik varianti inshaalloh xudo xolasa fevralning 20larida sotuvga chiqaramiz Andijon qora jo'jalarimiz inshaalloh. Yaxshi variantdagi Andijon qora jo'jalari. Xudo xolasa zo'r katta qo'ygan holatdagi Andijon qora jo'jalarimiz. Yaqindan olib ko'rsatsam, shu to'q holatga kelib qolgan Andijon qora jo'jalarimiz. Variantlar jo'jalar idealni zo'r variantda bo'lib qoldi. Xudo xolasa fevral oxirlarida sotuvga chiqaramiz inshaalloh. Hozircha sotmaymiz. Zakolat olamiz yoki to'lovini qilib qo'ysanglar, narxini kelishib qolsak, sotamiz. Fevral oxirida xudo xolasa katta bo'lib qolganda, tovuq holatiga kelganda, chista Andijon qora tovuqlariga biriga bir bo'lib qolganda sotuvga chiqaramiz inshaalloh. Hozircha sotuvda emas ular. Zakolat olamiz, fevralda 20larida sotib yuboramiz hammasini. Yoki kelishib qolsak, martgacha baho bera olamiz. 1-5-martgacha baho bera olamiz. Kelishsak faqat kelishilgan holatda baho beramiz. Yo zakolat yoki to'liq qilib qo'ysa baho beramiz. Martda oxiri 5gacha baho bera olamiz. Xudo xolasa yaxshi holatda sog'lom Andijon qora jo'jalar. Mana bir haftada bir Tiktoni bilan Zinaprin, Alitsirin degan dorilarni berib turibmiz. Keyin qo'shimchasiga bir haftada bir marta 50 ming so'mlik Telazin, 50 ming so'mlik makralar olib berib turibmiz. Shunda sog'lom katta bo'lishyapti. Jo'jalarimiz hozir soni 750 ta qolgan. Bitta bir 15 tacha yo 10 tacha xo'rozi bor. Qolgan hammasi chista makiyon Andijon qora jo'jalarining makiyonlari bo'ladi. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa bega 2026-yilda sentyabr oyida, sentyabr emas, почти avgustdan 2000 tacha Andijon qora jo'jasini, qora tovuqini faqat to'lka makiyonini tashiyman inshaalloh. Keyingi yilga cho'qqa qilib 2027-yilga chiroyli qilib topishga harakat qilamiz. Mashq holati uchun nasha oylarida 2026 oxirlari, mana noyabr, dekabr oylarida tuxumga kiradigan holatda qilamiz. Kimga zarur bo'lsa aloqaga chiqsanglar, Andijon qora jo'jasini mart oyigacha baho beradigan varianti. Xudo xolasa mana holatlari ideal, zo'r katta bo'lyapti. 750 ta jo'jalarimiz bor. Kimga zarur bo'lsa zakaz bersanglar aloqaga chiqasizlar. Nomerimiz 50 883 0555. Aloqaga chiqasizlar. Hozircha zakaz olamiz xolos. Hozir sotilmaydi bular. Kelisha olmaymiz narxini. Xudo xolasa mart oyigacha boqib chiroyli qilib baho beramiz. Bizdan uzoqlashmanglar, kanalga obuna bo'lib, bitta like tugmachasini bosib bizni kuzatib borishda davom etasizlar degan umiddaman. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.